Xayrli oqshom, kech hammaga. Bugungi futbol bir ajib bo'ldi. Sharh ham juda bir ajib bo'ldi va mana shu sharhning ma'lum bir daqiqasida kutilmagan bir holat ro'y berdi va bir chiroyli bir sarali singlimizni ekranda ko'rsatishganda men o'zim fikrimni bildirdim. Bu o'yindan ko'ra mana shu singlimizni ko'rsatsanglar yaxshi edi. Hozir mana otalari va akalari bilan birgalikda kelishdi meni oldimga. Ijtimoiy tarmoqlarda bildirilayotgan fikrlar singlimizga biroz qattiqroq ta'sir qildi. Men shu fursatdan foydalanib ularning oilalaridan men chin ko'ngildan addish uzr so'rayman. Ko'ngillariga tegib qo'ygan bo'lsa, chunki o'zimning ham qiz farzandim bor va bu holat qanchalik qattiq botganini men sezib bilib turibman. Va sizlardan shu narsani iltimos qilaman. Iltimos, bunaqa targ'ib qilmanglar bu narsani. Men o'zimni singlim ekanman, tanir ekanman bu insonlarni, bu oilani. Shuning uchun men ham bu oilani защитasidaman.